1 milyon 300 ming so'm poliki. Hem biri bekletdi. 4 eşik şumkesi. Xohlagan renginde çixolu. Rul çixolu şunun içinde. Torpeda çixolu 1 milyon 300 ming so'm. Hamma narsasi ustanovkalari bilan. Damatçılar endi qaranglar, polni mashin shumka bo'ladi. Hamma yerine torpeda full mobil sapladi. Xohlagan renginde çixolu. Rul çixolu 7 dana arşivkasi xohlagan renginde. Keyin patolog bari. Center zamok, Malibu pulti, Malibu bari. Общий hamma chexol-pexollari bilan 3 milyon 700 ming so'm qo'yib beramiz. Bütün bo'lib chiqib ketadi shudan. Mazza chiqib ketadi. Amerikankalarning yomoni keldinglar. Bunga garantiyalasa bu, ya, uning Instagramda chiqarib tutdilar-ku. 600-650 da bunday emas bu. 1 milyon 200 ming so'm lekin javob buna suv yurmaydi, parlanmaydi. Bu Amerikankani qo'ygandan keyin bu to'makasi bu yerda sari bo'lib yonadi. Общем zo'r bo'lib turadi. Qizoniki bu. Zentrani keyin hammaylar. Yomon-ku bu. Yomon, original. Kobotchilar keyininglar. Yanada? Yana oqilasi. Necha so'm bular? Zo'r. Şöyle yonib turadi bu. Qaysi mashinaniki? Nexia 2 mi? Gentra. Bu qaysi mashinaniki bu? Bu Nexia 2'niki. İri hisabi sofkasina. Общем zo'r. Midnight stop, midnight farab o'tirmanglar, biz yana kelsa istayman. 800 ming so'm yana midnight faramla stop amma har bir narsa bor. Yine farlari. Hava, bu original bu ha? Originali. Qiynalib o'tirmaysizlar. Har oyda o'zib beradigan variantlari bor aytganimizda. Bor. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlarga yangilik izlab Optim Avtotuning magaziniga keldik. Batirbek ukamiz yana. Zo'r yangiliklar bor ekan, to'g'rimi yurtdoshlarimizga? Ajoyib xonna. Bu diskani ko'rib men 5 ketdim. Durshanga qarang mana. Diskaga qaranglar. Toza diskalar kelgan. Liboy mashina bo'ladi bu. Gentra, Lacetti, Onyx, qo'yaverasiz universal diska. Endi bu yanimiz yoz o'rtoqlar. Nima kerak bizga? Endi oldin aytib o'tirmang, injiz kerak bo'ladi. Bunu ziptab aytiladi, endi doshtab aytiladi. Buni Red Lion, keyin Lacoste, keyin oq qorasi, keyin o'zini avni taxta sveti, keyin bundan har xil bor, kelaverasiz. Necha so'mdan beramiz bularni? 170 ming so'mdan beramiz. Bu Red Lion mi bu? E'tibor bersanglar, bunda 2 qat narx o'tilgan. Javob beramiz agarda shu sitilib ketsa, orasi ochilib qolsa, bemalol pulni qaytib beramiz, xalosa almashtirib beramiz. Originali. Optim Avtotuningning manzillarini tushuntiramiz. Gullan yo'lida joylashgan Urganch shahriga kelasizlar. Gullan yo'lida yana zapravka bor. Shu zapravkani dik elde bo'ladi. Asa ketdik yangilikni yurtdoshlarimizga yetirib beramiz. Agar sizda velosiped bo'ladigan bo'lsa, bularni ham taxlab beraveramiz yine. Xalogan mayta bo'ladi. Yo'q, shaytni velosiped taxlamiz. Shaytni o'zi dili interes taxlab qo'ydi uni. İşliymi? Hamma narsasi ishlaydi. Full taxlab qo'ydi. Yoribdi lekin u. Velisinden maytafonu qimmat qo'ygan. Tak. Qani asa yurtdoshlarimizni o'zing shu yangilikni aytib o'tsang, birinchi zo'r bomba yangilik aytamiz. MCM mashinalar shu Cobalt, Onyx, Gentra, xullas Matiz, Spark, Nexia 2, Nexia 1 o'zlarimiz shu Daewoo Chevrolet mashinalarini qarangiz. O'tgan safar biz shumka nima qo'yganmiz? 4 eshik shumkasi. Keyin bunda yana chexoli. Qaysi mashinaniki? Liboy mashinaniki, MCM mashinaniki. Misol uchun Nexia 3, Cobalt, Spark, Gentra, Onyx shu mashinaniki. Damazdan tashqari. Hava damaznikini dinlay aytamiz. 1 milyon 300 ming so'm poliki. Hamma yeri bekletdi. 4 eshik shumkasi. Xohlagan renginde chexoli. Rul chexoli şunun içinde. Torpeda chexoli 1 milyon 300 ming so'm. Hamma narsasi ustanovkalari bilan. Yo'q a. Ha. Yana qaysi sistemdan qo'yamiz endi bu aksiyalarni? Endi ish oyning oxiridan qo'yib beramiz. Aprelning oxiridan o'tsa aytilgan aksiyalardan kelib foydalansa bo'ladi. To'lov qismına keladigan bo'lsak, pulsiz ham chiqarib berish variantlari bor, shunda to'g'rimi? Bilan kelsa ham rassroshkar taxlab beramiz. Esa Damazda aksiyasini aytib jo'ra. Damazchilar endi qaranglar, polni mashin shumka uriladi. Hamma yerine torpeda full mobil sapladi. Xohlagan renginde chexoli, rul chexoli, 7 dana arşivkasi xohlagan renginde, keyin patolog bari, center zamok, Malibu pulti, Malibu bari, общий hamma chexol-pexollari bilan
3 milyon 700 ming so'm qo'yib beramiz. Bütün bo'lib chiqib ketadi shudan. Mazzob chiqib ketadi. Yoqsa pul to'laydi, yoqmasa Shunga ne uriladi? Hamma uriladi. Polni do'mdan geçirib uriladi. Mobil seplarda zang tushadigan yerlarni. Yana sira aksiya. Qiynalib o'tirmaysizlar. Har oyda o'zib beradigan variantlari bor aytganimiz deydi. Qayindi original GM diskalardan biri ko'rsat, GM diskamiz endi hozir yana Cobalt'larniki bor, yana style varianti. Bir 6 komplektimiz bor hozircha. Bir yerda sklatimiz ham bor. Balonni bilancha so'mdan beri. Midnight ham bor. Endi bu balonni sosteniyasiga qarab, yilına qarab, misol uchun diskani bahasi har xil. 3 milliondan boshlanadi, 4 milliondan bor. Bu qaranchi chizimdan qo'yib qo'ysizlar buni. Bu chizim mashina o'zini yechib olingan original 4,5 million so'm. 4,5 ha? Keyin uni lyuks ko'pasi bor. Xitoy misol uchun birebir lyuks ko'pi bunda turibdi-na. Aha. Endi u 3 million so'm. Ha. Tushunadi. Diskalarni har xilisi bor. Unda BMW diska, Mercedes diskalari ham gapti. Aytib ber ularning bir razmerlarini. BMW 17lik. Bu Monza 10X'a birebir tushadi, bahasi $420. 5 million so'm atrofida dedi. Mercedes qaysi biri? Avmi? Bu Cobalt 10X xullas 400, 414 balansirovka. Razotrovkasi bahasi 3 million 800 etib beramiz. Birini o'zida yurtdoshlar qaranglar, birini o'zida barter xizmatlarimiz ham bor. Agarda o'zidan chiqqan radnoyi almashtirib olacakman desa, misol uchun o'zini 15 likini beraman, 16 lik qo'yamiz, ustida kelishaveramiz. Keyin yana zo'r ne qo'yibmiz, trekkercha biratlar uchun, 12chilar uchun redline atib qo'yibmiz yana shuni o'zlarimiz atib qo'yibmiz. 800 ming so'm zamin atib beramiz. O'zinikini beradi, 800 ming so'm pul beradi, javob o'zlarimiz taxlab qo'yibmiz yana redline atib. Yana 16 lik qo'yib birdanlar 17 lik uchun ham mana 17 likini ham taxlab qo'yibmiz, 16 lik ham bor, 12nikini ham redline atib beramiz. 800 ming so'm zamin. Bo'ldi, tushunarli. Bu yanimizda yana stop farlar har xil. Amerikankalarning yomoni geldi. Bunga garantiyalisi bu. Ya uning Instagramda chiqarib tutdilar-ku. 600, 650 da bundan emas bu. 1 million 200 ming so'm degan javob buna suv yurmaydi, farlanmaydi. Eng zo'ri Gentra'niki geldi fari. Keyin Gentra'lar uchun yana bu yerni ko'ringlar. Bu 12 bu. Gentra'ning keyin hammayna. Yomon-ku bu. Yomon, original. 600 ming so'm atib beramiz. Ikkisinimi? Hava. Bir jup, ha? Hava endi u optom baholar. Keyin Gentra'chilar uchun yana domba qo'ylarimiz. Cobalt'chilar keyin yana da? Yana noqilisi. Necha so'm bular? Zo'ri. 800 ming so'm atib beramiz. Cobalt pisoshi zamin ham ishlaymiz. Misol uchun o'zinikini beradi, ustiga bir где-то bir 300 ming so'm pul to'laydi. Ana sosteniyasiga qarab olamiz-da, o'zidan chiqqan misol uchun o'zining sosteniyasiga qarab olamiz. Sparknik ham bor. Keyin damatchilar uchun yana skidkaniki zo'rni atib beramiz. Yechida bo'lmagan bombox yana. Neri bu? Keyingi stopi damat. 90 ming so'mdan beramiz. Jupi. Danasa, ha? Jupi. Aqariq qalab sarayotganmi? Yo'q. Keyin bu yerda rulla bor har xil. Agar kim qiziqsa rulla. Roll pull, chexol, chexollarni har xilisi bor. Gelishtirib, ustanovkalar bilan taxlab beramiz, xudo xolasa. Bu yanımızda balonlar, yani balon gerekirse balon ham bor. Bular ham shu uzib berar variantlari bor. Libo xullas Optum avtotuninga kelsa, xalagan bir narsa olsangizlar, uzib beradi variantlari bor, to'g'rimi? Mana yeng. Men bundan yangilikni zo'ri. Qani? Yangilikni zo'rini bir ko'raylik. Aquaprint. Ko'pchilik podpischilarimiz Instagramdan o'zlarimiz profilga yozdi, boshqa etdi. O'zlarimiz ne ham qo'yganmiz, yana bizda şöyle yonib turadi Yusuf bu. Qaysi mashinaniki? Nexia 2 mi? Gentra bu. Gentra mı? Nexia 2'niki ham bor. Gentra, Cobalt, Nexia 2. Yine bilan Nexia 2'nikina. Necha so'm bu vajlar? Bundan keyin böyle bir kosmos qilsam men buni. Zo'rli araba chiqadi. Necha so'mdan bular? Buni bahasi Nexia 2'niki 800 ming so'm. Qistirib berishlaringizmi? Yo'q, addeniy ustanovkasi. O'zi sotilish bahasi 800. Ustanovkasi 200 ming so'm pul bo'ladi. Gelishtirib taxlab beramiz xullas. Qo'yaver. Bor, Cobalt'niki ham bor. Cobalt'dan necha so'm chiqadi? Cobalt'larniki ham shu 900 ming so'm, 850 ming so'm atrofi. Keyin Matiz'lar uchun ko'pchilik so'raydi bizdan. Matiz, Damas, Spark'lar uchun yana 10X borlar, Passon borlarni kelib qo'yibmiz yana avtomat. 10X'niki mi bu? Mexanikmi? Bu 10X Passon'da aytiladi. Spark'ning avtomatniki bu. Spark'a tushami? Ha. Keyin Matiz'lar uchun Matiz ham kelib qo'yganmiz. Ko'ringlar. Matiz ham bundan bor chiqdi. Yana o'sham zo'ri. Ma qaranglar. Birebir bo'lib
zazorları 0-0 bo'lib tushadi oxiri. Matiza shu vaziyat Keyin turadi. bezpravotni zaryadchikam mana buni. Telefon zaryadam beradi baba. Yine. Nechik? Ba hamma mashinaniki bor. Nexia 2, Nexia 1 ham ekib qo'yganmiz. Bir Nexia 3'lik yo'q. Keyin bundayna Nexia 3 bilinmaydi. Nexia 3 lab bezamayman ya. Nexia 3 chiqmabdi lekin. Shima qaranda ishida chiqmaydi axir. Bu qaysi mashinaniki bu? Bu Nexia 2'niki. Iris Abisovkasina. Option zo'r. Buni keyin bizada ham Cobalt qarshilgan keyingi stop alignmentga qo'yib qo'yadilar. Chotki olib turadi. Elde qarshlar ham bor. Cobaltchilar uchun dim yangilikni zo'rlari bor, короче. Tushunarli. Chiqib kelaverasizlar. Har xil aksessuarlar bor sizlar uchun. Ha. Keyin Gentra to'monkalarni makka qo'yganmiz yana Gentrasilar uchun. Bu Amerikankani qo'ygandan keyin bu to'monkasi bu yerda sariq bo'lgan edi. В общем, zo'r bo'lib turadi. Sifatini garantiyasi bor, ichine suv pul girmaydi, originali bo'ladi. Libo keyin misol uchun buni arzon variantlar ham bor, lekin ya led lampochka qo'ysa ichini yoqib beradi. Bu lekin yonmaydi, originali. Og'irligidan ham bilsangiz bo'ladi. Xullas ko'rib turganlaringiz yana yangiliklar. Kelaverasizlar Optima Avtotuningga. Savollar bo'lsa ekran telefondan bilan qoldiramiz. Cobaltchilar keyin 10 million so'm, 15 million so'm salondan Midnight Stop, Midnight farab o'tirmanglar. Biz yana kelsa 800 ming so'm yana Midnight faramma, stop amma har bir narsa bor yana. Yine farlari. Ha, bu original bular, ha? Originali. Javob. Bu stop yana. Fari necha so'm? Fari 1 million 300 ming so'm. Stopi Bu 800 ming so'm. Keyin o'zinikilarni olamiz, hisoblab ustidan barteratib ham kelishsak bo'ladi. Ha, Midnight qo'yaverasizlar, diski ham qistirib, to'g'rimi? Diskasi ham bor. Ha. Ajoyib. Asa rahmat sana, Batirbek. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, ishlar omad. Kelaverasizlar yurtdoshlar. Foydalaninglar aksiyalardan.